tana haroratini ko'tarib ketishi, yo'tal, aks savurish kabi belgilar bo'ladi. Ma'lumki, kuz-qish mavsumida aholi o'rtasida, ayniqsa bolalar o'rtasida gripp kasalligi keng tarqaladi. Bunga sabab ob-havoning sovib ketishi hamda bolalarda immun tizimining pasayishi sabab bo'ladi. Bolalarda asosiy belgilari tana haroratini ko'tarib ketishi, yosh bolalarda injiqlik qilishi, yo'tal, aks savurish kabi belgilar bo'ladi. Qanday qilib shu kasallikni oldini olish mumkin? Bolaga tez-tez suyuqlik ichirib turish kerak. Ratsional ovqatlantirish kerak, ya'ni bola yeyotgan ovqat tarkibida yog'lar, uglevodlar, oqsillar, mineral tuzlarning yetarli darajada bo'lishi. Bola turgan xonani tez-tez shamollatib turish. Yana eng samarali usullardan biri bu vaksinatsiyadir, ya'ni gripp kasalligiga qarshi bolani emlatish zarur bo'ladi.